Assalomu alaykum. Rasmiy xabarlar olami kanalimizga xush kelibsiz. Bu yerda siz Instagram olamida bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishingiz mumkin. Hozirgi kunda tarqalgan kokosh mavzusiga yana bir ozgina qaytamiz. Barchin G'ofur va kokosh bilan bo'lgan vaziyatdan so'ng yana o'z Instagram sahifasida video joyladi. Unda aytilishicha, kokoshning ahvoli qanday deya muxlislari tomonidan kelgan savollarga oydinlik kiritgan holatda yoniga borib video rolik joyladi. Hamma kokoshning ahvolini so'rab yozyapti va u qayerda, nega ko'rinmay qoldi, ahvoli yaxshimi degan savollar bilan direktim to'lib ketdi. Mana sizlarga kokoshni ko'rsataman deb uni yoniga ko'rgani keldim. Ko'rib turganingizdek, ustimizda xalatlar, og'zimizda maska va bu yerga kirish holatida sanitariya va gigiyena holatlariga qattiq rioya qilgan holatda kirib uni ko'rib ketyapmiz, deydi. Kokoshga yuzlanar ekan kokosh ahvoli yaxshi ekanligini va hozirda u juda ham yaxshi rejimda, yaxshi sharoitlarda kechirayotgan ekanligini aytib o'tgan. Ahvoli juda ham yaxshi ekanligi ko'rinishidan ma'lum va hozirgi holatda yotgan shifoxonasidan juda ham minnatdorligini aytib o'tgan. Davlat shifoxonasida yotqizilgan kokoshning ahvoli ancha yaxshi. Barchin G'ofurova uni kuzatishda va u bilan bo'layotgan ma'lumotlarni yetkazishda davom etyapti va muxlislariga barchasiga rahmat va tashakkurlar bildirib qolgan. Keyingi videoroliklarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.